Birinchi o'rinda robotimizdan kirishdan boshlaymiz. Endi telefonini o'zimiz qilganmiz, bilasizlar. Xo'p, robotimiz ko'chadan charchab kelganingizda oddiy robotni mana bunaqa pultni mana essiz, mana ezdik. Mana o'zi ochiladi hozir. Shunaqa holatda qilganmiz. Ko'rasizlar, agar yoqsa, xudo xolasa, bemalol robot qilgan ustalarimiz, buni o'rnatganlarni xudo xolasa telefon nomerlari bor. Bemalol beramiz, maza qilib xonadonlarga qo'ydirsanglar bo'ladi. Xo'p, mana robot ochiladi, ko'chadan charchab kelganingizda mana bu yana bitta ezamiz buni, yopiladi akalar. Xo'p. Endi bu darvozani yana bitta sizga zo'r tomonini ko'rsataman. Yoqsa bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p. Endi operatorimiz mana buyoqqa kelasiz. Mana robot ko'chadan kelyapsiz, o'zingiz mashinada emas, piyoda keldingiz. Endi kichkina kalitgani ochish kerak. Kalitingiz yo'q yoningizda. Kelganingizdan keyin mana bunaqa chiroyli holatda mana domofonlar qo'yilgan mana. Kelsangiz o'zi sizni Face ID'ingizni ko'rib turib, mana ochyapti eshikni. Bitta turilsa yana qulflanib qoladi. Qulf, o'zi qulflaydi. Mana keldim, ochdim. Mana bemalol mana hech qanaqa kalitsiz kirib ketsam bo'laveradi mana. Yana eshik yopiladi hozir, qulflanib qoladi mana. Mana o'zi qulfladi mana. Endi itarsangiz ochilmaydi. Face'ingizga qarasangiz mana bu domofonga o'zi ochilaveradi. Mana kiramiz. Endi katta robotni ochamiz xullas. Buni tushunarli bo'ldi, xudo xolasa. Bu narsa borligini ko'pchilik bilmaydi ekan. Shuning uchun video qilishga harakat qildik akalar. Endi mana buni katta robotni ochamiz. Xonadonga kirib, xonadonni boshqa qilingan ishlarini so'rtay, ko'proq hozir so'rtay, qanaqa so'rtay qildirsam bo'ladi, nimadan foydalanilyapti, nima afzalliklari bor, shularni xudo xolasa sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Xo'p, endi xonadonimizga kiryapmiz. Kirganimizda mana darvozaxonamizga telefonlarini qilganmiz. Mashinaga ahamiyat bermaysizlar. Mashinamiz, mahallamiz asfalt bo'lmaganda hisobiga chiroyliroq, xudo xolasa. Xo'p. Robotda yana bitta pulti bor. Xolasangiz maydan turib bitta yozib qo'ysangiz ham mana bemalol yopilaveradi. Orqadan bitta ko'rsatib berasiz, operator. Mana o'zini-o'zi bemalol robotimiz xudo xolasa chiroyli holatda yopadi mana akalar. Xo'p. Endi ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganimizda telefon darvozaxonamizni ham xudo xolasa ko'rdinglar. Endi ichkarida navesimiz mana. Xonadonga naves qilinganligi birinchi o'rinda menga eng yoqqan tomoni, xonadon juda ham yorug' turibdi. Ba'zi bir joylarga borganimda tepasini naves qilib yopganda juda ham qorong'u bo'lgan holatlarni ko'rdimda, mana bu narsadan foydalanishni afzal deb topdik. Haqiqatda puliga arziydigan yorug' ekan bu. Xo'p, tepasi bu shisha toladan yopilgan, uni ko'pchilik biladi, shisha tola nimaligini. Bizga mana shu ma'qul keldi, shisha toladan yopdik. So'rtaylarimizga ham dizaynni ko'rib turibsizlar, hech qanaqa oshcha majmua gul ishlatilmagan. So'rtaylarimizga ham xudo xolasa alohida yondoshilgan, faqat skromli oddiy holatda bo'lgan. So'rtaylarni mana ko'ryapsizlar, 2 qavatli bo'lgan. Birinchi qavati bo'lganda mana bu joyga kelib turib, ikkinchi qavati bo'lib ketgan. So'rtay qilgan ustakamizni ham nomerini yozib ketaveramiz. Faqat bu ustakamiz vaqti, bo'sh vaqti juda ham kam bo'ladi. Ertaroq aytib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Vaqtiga agar kutadigan bo'lsanglar, nasib bo'lsa qilib berishi mumkin. Bu qo'yib beramiz. Hech qanaqa bizga reklama qilib bering, boshqa degani yo'q. Faqat mana shunaqa zo'r, sifatli ish xohlaydiganlar uchun akamiz nomerini qo'yib qo'yishga harakat qilamiz. Xo'p. Endi mana bu nimaga e'tibor berasizlar? Bu nerjavakidan qilingan. Bunda ham mana ko'rib turibsizlar, hech qanaqa bir oshcha gul ishlatilmagan. Chunki men o'zim oshcha gulni yoqtirmayman. Ishdan charchab kelganimda skromli oddiy holat bo'lsa, chiroyli dam olishni xohlayman. Uyga kirganingizda mana o'zi xudo xolasa keyingi yillarga bu devorlarini ham chiroyli qilib remontlarini qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Kimgadir mashq qilayotgan videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, haqqimizga duo qilib kommentariyada xudo xolasa fikringizni yozib qo'yasizlar. Agar qayerdadir kamchilik bo'lsa ham bemalol yozsanglar, xudo xolasa bizga ma'qul kelsa o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Akalar, xudo xolasa mana naves haqida ham mana navesni puli necha pulga to'xtaldi. Xo'p, akalar, puli to'g'risi o'zimizga qilinganligi uchun yozmaganmiz u. Yerda bir adashmasam bir 100 million atrofida pul ketdi menimcha. Chunki tepadagini o'ziga 25 million atrofida pul ketdi. Adashmasam shunaqa ketdi.
taxminiy bir 90-100 million atrofida menimcha summa ketdi. Lekin haqiqatda summasiga arziydigan darajada baquvvat bo'lgan, birinchi o'rinda buni qilgan ustalar haqiqatda ishini mutaxassisi. Xudo xolasa, mana shunaqa so'rta qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol agar akamiz vaqti to'g'ri kelib qolsa qilsanglar, xudo xolasa, siz o'ylaganda zo'r qilib, xudo xolasa, akamiz qilib beradi. Xudo xolasa, qolgan joylarini ham uylarimizni chiroyli qilib, dizaynini qilib, e'tiboringizga havola etamiz. Bu xonadonda qilingan tunuka ham ko'pchilik ko'rgan. Tunuka fonni dizayni qanaqa chiqdi? Yaxshimi, yomonmi? Buni ham albatta kommentariyada yozib ketinglar. Uyda qilinayotgan ishlar bir-biriga mos kelyaptimi, kelmayaptimi? Buni ham yozib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa, kim uchundir shu qilgan videomiz manfaatli bo'lsa, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum, sog' bo'linglar akalar.